Kelinlar ota-onasini uyiga, ota-onasini ko'rgani borish uchun kimdan ruxsat oladilar? Birinchi galda. Birinchi o'rinda albatta erlardan, jufti halollaridan, turmush o'rtoqlaridan ruxsat oladilar. Lekin odob jihatidan fazilat o'laroq qaynota va qaynonadan ham ruxsat olinadi. Hurmatli kelinlar, opalar, singillar, eringizni o'z bilan ish bitirmang. Balkim eringizdan ruxsat olingda, qaynota va qaynonani oldidan o'ting. Oyijon, adajon, borib kelsam maylimi? O'g'lingiz ruxsat bergandilar, shu uydagilarni ko'rib kelaman deb aytilsa, odob bo'ladi. Bir go'zal holat bo'ladi. Hurmat bo'ladi, ehtirom bo'ladi. Chunki qaynota qaynonani behurmat qilgan kelinga albatta nima deydi? Yomon ko'z bilan, yomon nigoh bilan qaralishlik bor. Ertaga va yana shu kelin, ertaga siz ham qaynona bo'lasiz. Siz ham kelin olasiz. Bugun siz qilayotgan ishlarni, siz qilayotgan beodobliklarni ertaga o'zingizga keliningiz qaytarsa chiday olarmidingiz? Albatta chiday olmaysiz. Shuning uchun bugun ham siz beodoblik qilmang. Izn berish birinchi erning haqqi. Lekin hurmatdan odoban qaynota qaynonani oldidan o'tib, o'sha yerga ketayotganligi aytilib borilsa, juda bir go'zal odob, juda bir go'zal ish bo'lgan bo'ladi.